Barchaga salom, sizlar bilan o'sha yana Football Games YouTube kanali. Hammaga salom. Xo'p, ko'rib turganlaringdek, Deluxe Comeback mavzusida video olyapman bu safar. Ya'ni nima? Bilasizlar, yangi obunachilarni bilmasa kerak, ya'ni eski obunachilar oldindan ko'rib, kuzatib kelganlar biladi. Ancha vaqtdan beri video qo'ymay qo'ydim. Xo'p, 2 oydan oshdi menimcha video qo'ymaganima. Birorta shorts video ham qo'ya olmadim. Ishlar bilan bo'lib, chalg'ib, orada telefonlar almashib ketdi. Qisqasi, va bugun nasib qilgan ekan yangi video chiqarish va mana videoni chiqaryapman. Xo'p. Asosiy muammo jigarlar shu tanaffus paytida meni klanim bolalar ko'pchilik biladi. Ko'p obunachilarim ham bor edi. Klanim orqaga tortib ketdi yomon. O'zim prime deydimi nima? Qisqasi o'zim klan prime davrida o'zim top 10 talikka kira olmasdim. Obunachilarim urib taylardi. 13 million, 15 millionlab to'plab taylardik. Bir 2-3 sezon shunday bo'ldi. Keyin 5 sezon qisqasini 150 ta olmasa oldikda. Mana 67 million o'xshi nima anaqa bo'lgan. Endi bu klanni qayta yana yo'rg'ashimiz kerak bo'lar. Eng aktual mavzu shu. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Men hozir mana yerda generator kod berganim bilan ham sizlar bolalar bilasizlar. Klanga qo'shila olmaysizlar, chunki ko'pchilik videoni 1 kundan keyin, 2 soatdan keyin ko'rishi mumkin. Bu kod bor yo'g'i menimcha qancha? 1 soatmi? 5 minutmi turadi? 2 soat turar ekan. Mana bolalar JYHVKQ. Shu ulgurganlar shu kod bilan kirishi mumkin agar video tezroq montajlar qo'ysam. Lekin men shuni o'ylagan holda Telegram kanal ochishga qaror qildim. Va bu Telegram kanalda shu klanni kuchaytiramiz, qo'shamiz, rozыгрышlar qilamiz, turnirlar ham qilib turamiz orada. Agar aktiv zo'r bo'ladigan bo'lsa, albatta. Bolalar, eng asosiysi klanni qayta tiklashimiz kerak-da, qisqasi bolalar. Xo'p, Telegram kanal mana ko'rib turganlaringdek shunaqa, xuddi shunaqa. Xo'p, pastda chatga ham linkini, havolasini qoldiraman. Shu yerdan o'tib Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yishlaringiz mumkin va men shu yerdan kod taylab klanimga bolalarni qabul qilib olaman. Endi bu sezon menimcha ulgurmasak kerak bolalar. Keyingi sezonda nasib 150 ta olmasni olarmiz. Sizlarning yordamlaring bilan albatta. Hop. Mana shu akkauntim. Sabriyalar orada o'ynab turaman. Mana 2-o'rinni oldim, oxirida yutqazib qo'ydim. 3-ligada qiyin-da baribir bolalar. 3-ligadaman. 3-ligada Savitga yutish qiyin. Xo'p, kelinglar, bo'lmasa mana shuni o'ynab qo'yamiz. Leeds bilan oddiy ssenariyoni o'ynab qo'yamiz bolalar. Xo'p, bo'ldi. Kimni tushiramiz? Daniel James bilan Nimechani keyin ikkinchi taymda tushiramiz bolalar. Ket. Board is up, the new players coming on. Veerman! And that shot from distance is stopped by the keeper. Qayliga bolalar. 20 bo'ldi. Yutishga harakat qilamiz. Yangi telefon oldim dedim, shu akkauntlarni o'tkazdim, shu bilan bu video ham chiqara olmay qoldim bolalar. Xo'p, sizlarga xalaq beryapti menimcha shu ovozlar. Pasaygan sezilmayapti. Birinchi taymda bitta gol urib olsak yaxshi bo'lardi-ki. Vaqt deyarli tugadi. Gol yo'qmi?
these teams has established a decent lead. It's PSV bilan 2-0. o'ynayapmiz The ekan. match is far from over. O'ynab turamiz. Nimechani keyinroq tushiramiz. Gudmundsson. Goodmanson. And it's Bir opened up here. ur Fires wide into the side ochiq netting. darvozaga. Maksimal lekin burdim bolalar joystickni. Kompani Moving it nicely. ketdi. Qanotdan Calvert-Lewin. Calvin-Lewin, Daniel James. Calvin-Lewinni Quality o'ziga defending there. qaytarmoqchi edim, o'tmadi-da. Passed well. Calvin-Lewin yo'q. Great understanding between this team. Fol bo'lish kerak-ku. Yutolmaymizmi deyman bolalar. Headed on. This team needs to find a way back into the match. No, video ko'proq bo'lish uchun Goodmanson. stream qila olmaganimga yarasha shunday o'ynab qo'yapman-da bolalar. Gets the shot in. A good save. Zarbasi yo'q That bo'lsa shot kerak was shu travelling at Ampadoni, pace. shu futbolchini. Not a good decision there. This could cost his team. Daniel Jamesgacha yetib bormadi, afsuski. Passed around. Nimechani qo'yamiz. Strike with the tackle. Bo'ldi, yutqazdik bolalar. Oxirgacha nima qilib uchun o'ynab qo'yamiz endi. Well ahead now, and this should be Durangga the ham win for them. bo'lmasa ham bitta gol uchun o'ynab qo'yamiz endi. Quality defending there. It's with the defender now. Daniel James tezligi bor yur. Goalkeeper Qanaqa pas, receives the ball. tezlik bo'lgan bilan pas yo'q-da lekin. He dribbles the ball forward. Bitta gol ura olamiz So bolalar. this player will come off and a new one will take to the pitch. Bitta. Dribbles with the ball. Zo'r pas. Surely now. Daniel James. Yaxshi. Oh, it's in. Ikkinchi golni ura olmasak kerak lekin bolalar. Ikkinchi gol menimcha. They're kicking Hakam off ham after that goal. 2 Will they daqiqa change qo'shib their approach to ketdi. this 4 match though? qo'shganda bo'ladi. Bo'ldi. And it didn't happen for them. Xo'p, They didn't bugungi complete video the shundan scenario. iborat bolalar. Yana They'll come aytgancha, back strong. keyingi video aktiv bo'lib tursanglar, DLC 27 chiqishiga ham oz vaqt qoldi. 2 oyda chiqib qoladi. Qaysi futbolchilar yo'q bo'lishini o'zim rasmiy, aniq tarzda videosini chiqaraman. Agar aktiv bo'lib tursanglar, kamida 1000 prosmotr yesa, mana shu video albatta video tez orada chiqadi bolalar. Mana shu 3 kunda agar aktiv zo'r bo'lib tursa, bu video chiqadi. Telegram kanaliga qo'shilish esdan chiqmasin. Xo'p, bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishguncha